Koreyani o'zbeklarga umuman o'xshamaydigan madaniyatni gaplashamiz. Koreyada ko'pincha ko'radigan narsangiz bir xil kiyimda yurgan juftliklar. Bir xil krossovka, bir xil futbolka, bir xil shim. To'g'risi o'zim dugonam bilan bir xil narsa kiysam, pulga keladi faqat. Bilmadim, men konservativman. Yolg'iz ovqatlanish, O'zbekistonda yolg'iz ovqatlanayotgan odamni kamdan kam ko'ramiz. Koreyada bu normal holat. Koreyada anchadan beri yurganim uchun o'zim ovqatlanganman. Shuning uchun O'zbekistonda ham shunaqa o'zim ovqatlansam bo'ladi deb o'ylab, shashlik yegani kirgandim. Menga qaramagan odam qolmadi. O'zimni osmondan tushib qolgandek his qildim. Shundan beri yolg'iz ovqatlanish faqat Koreya uchun deb O'zbekistonga borganda o'zim umuman ovqatlanmay qo'yganman. Men O'zbekistonda biror ota-ona farzandiga sen xunuksan, sen semsan, seni qulog'ing katta, seni burning qiyshiq, seni bitta ko'zing kichkina degan gaplarni eshitmaganman, lekin bu yerda bu narsani eng yaqin odamlar aytadi. Misol kelib aytsam, o'zimga yaqin dugonam o'zini onasidan shu gaplarni eshitgan, negativ narsalarni aytib, politsiyaga borsang, mana shunaqa burunni to'g'rilatadi deb politsiyani adresiga yechib berishadi. Men xursand bo'lganim, biz O'zbekistonda xudoga shukr, unaqa standartlar yo'q. Bo'lsa ham unaqa kuchli emas. Unaqa standartlarimiz juda kam. Siz yana qanday koreys madaniyati haqida eshitgansiz? Eshitib shok bo'lgan madaniyatingiz bormi?